Assalomu bolalar. Men o'sha sizlar bilan Leader Gaming va Zero Gaming bugungi videomizda sizlar bilan mana shu klassni to'liq qismini topib oldim. Alienlar kelganini ko'rib turibsizlar. Bu tozadan keyin ish qilib upgrade'ga kirdimda. Yangigina kirgandim. Mana bunday narsalar shunchalik narsa chiqdi. 4-level qildimda to'g'ri yurgandim. Hozir ko'rsataman, hamma narsasi tushdi. Mana bu tushdi, mana bu tushdi. Ustimdagi kiyim tushdi, mana bu tushdi. 4-5 ta narsa ham tushdi. Qanday bo'ladi bu? Shunchalik narsa qanday qildi? Endi bunda tez kirdim keyin. Voy, shunchalik narsa ekan yonimda. Mana bu ham tushdi menga. Ko'rdingizlar? Yepa. Uchi. Hammasini bitta yoramas. Ke. Ucha. Keyin. Hozir emas. Ke. Hammasi yaxshi. Yaxshi ketyapti. Bunaqa qilib qanday yashasa bo'ladi ekan? To'liq alienlarning armorlari, kiyimlari bunaqa qanday yashasa bo'ladi ekan? Bir ko'ramiz hozir. Alienlarning hamma narsasi menda bor. Yetadi. Mana bu narsalar. Mana shu narsada qo'limning nuqtachalari ko'rinib turibdi, xabar bo'lmaysizlar. Birinchi alienlarning yoniga borib ko'rgandim men. O'sha yerda ichonga kirish maxfiy xona bor ekan, shu yerga kirdimda o'ngarib chiqdim hamma yerni. Keyin qasrmi mana bu yerda. Ko'ryapman, o'ngramiz. Keyin mana shu yerga kirgandan keyin ana o'tdi. Boshida sword tushdi menga. Undan keyin esa menga nima edi? Mana shu kiyim chiqdi. Wow, to'rtta kiyimiz bo'ldi. Mayli, gapni urmaylik. 4 ta nimalar deyapman. Qaranglar. Ovqatim oz qolyapti. Tomon Wow! Tekinga pishirilgan ovqat. Nimaga bunday o'qlarni katta topibsiz desangizlar,
Menda ana bu toza chiqqan 100 olmosli ana u nima edi u? O'zingiz topinglarda. Ana shu bomba otadigan. Ana shu bomba otadiganni o'zingiz topinglar. Yo, nima chiqdi? O, Berol chiqdi. Voy Berol. Yo. Qanday? 5-levelni ochdimmi yoki 6-level ochdimmi men? Yo, what the heck? Mana botlarni ham bir tekshirib chiqaylik. Endi metik borga halaman. Shukr. Bo'lmasa o'laman ekan deb turgandim. Bo'lmasa bo'ldi, uyga yugurdim. Qol. Kema yonimga, kema. Qol deyapman. Ko'rishdim uyga. Qo'rqitvordi. Nima bu? Nima deyapsan yoki? Nima deyapsan buni? Tamam qo'rqitsan. Yana anasi. Endi yirtaman. Mana bu narsa bo'ldi. Qudratli narsa. Ko'rdingmi? Senga emas. Menga emas. Men taktikamdan qo'lga yoringlar. Boshqalar bittada mana bu bilan yoradi deb turadilar. Mana kiyim bilan ham yorib ko'rdim. O'sha. Shuning uchun ham bitta mana bu raygun bilan urib chiqinglar boshida. Mana shu raygun bilan keyin oranga boshqacha holda mana bu bilan bus qilasizlar bo'ladi. Shu mening zo'r taktikamda. Shu taktikalarni ko'p qildim men. Men qo'limda o'zim nima bor? Bittada qo'yadi. Ha, bola. Yuksekda bola bor. Uyga olib ovqatlarni yorib oraylik. Azatib shashlik yeymiz biz. Men o'zi eng ko'p 60 yo'q, eng ko'p emas, eng ko'p 79 yoshi ko'p. Hozir bu akkauntimda esa men necha edi? Akaja bu akkauntni sotmoqchiman men. Olmoqchilar tez harakatlanib qolinglar. Sotishim mumkin birovlarga buni. Sotmasimdan oldin o'ylab ko'ringlar, olinglar. Bu akkauntimda cho'tka akkaunt. Olinglar, chekilmasdan. Mana pastda diamond ko'rsatib 30 bitta diamond'im bor. Xohlagan narsangizni ishlataverasizlar. Latta bo'lmanglar lekin. Nima bo'lsa ham. Latta odam lattalikkincha qoladi. Latta odam. Latta bo'lmanglar bo'ldi. Axir meni youtuberlarim hammasi insofli bo'ladi. Yo, yuzakni o'lib ketdim men.
Tezroq bo'shatmasam hozir butun jahonni ko'tarib qolaman men. 30 78 yo o'cha bro. Ozgina qo'l berar yana boshqa narsalar. Voy che bro. Yo'q aka yetaman. Che yordim buni sevdi hech. Bilaman hozir. Vallahi bilaman. Kotma please. Please kotma. Yo'q. Yo'q. So'llarim qildirab yotibdi. Amali bolalar mana shu yerda to'xtatamiz. Nimaga desam bu safar omadim kelmadi. Keyingi safar o'ynaymiz. Bolalar siz ham boshqacha videolarni kutib turgandasizlar. Amal xayr.